Assalomu alaykum bey aka. Alaykum assalom. Chaqirtirgan ekansiz. iPhone 16 Pro tayyor bo'ldimi? Bravo jamoasidagi Otabek akaning iPhone 11larini 16 Pro qilib berganimizda qanchaga tushgan bo'lar edi? iPhone 11 telefonni batareykasini chiqardik, Face ID'sini chiqardik, kamerasini chiqardik, korpus qismidan hamma narsasini yechib olib, yangi 16 Pro korpusga taqib yubordik obunachilar. Telefonga bo'lsa deb yangi batareyka ham qo'ydik. Telefonimiz juda ham ideal chiqdi. Vloga zashtalarni qo'yib, hamma narsasini tekshirib, telefonni yopdik. Bu telefon Otabek akaning telefoni emas, bu telefonni sotish maqsadida olib qo'yganmiz. Narxiga keladigan bo'lsak, bu telefonimiz $300 dan O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz. Korpus narxiga keladigan bo'lsak, 500 ming so'mdan qo'yib beramiz obunachilar. Kimga shunaqa korpuslar kerak bo'lsa, mobil doktoringizga bemalol murojaat qila olasizlar. Kimga iPhone 16 Pro qilingan yoki 17 Pro qilingan telefon kerak bo'lsa, bemalol telefon qilsanglar bo'ladi. Mabodo Otabek akaning telefoni buzilib qolsa, 4 ta do'sti bilan kelsin, tekinga qilib beramiz.